Sizlarga 193 kvadratli tayyor patkulch kvartira topib qo'ydik. Ko'rib turibsizlar, oyoq taglari taxta pol bo'lgan. Eshiklar MDF'da eng so'nggi modelidan, eng oxirgisidan qo'yilgan ekan. Lustralarni ham cho'tkilardan qo'yishgan ekan. Dizaynga ham bitta e'tibor berasizlar. Remontlar yashashga tayyor. Shunday kirasizlar, yashaysizlar. Uyimiz 100% pishig'ishda qurilgan. 5 qavatli edi. Birinchi qavatda turibmiz hozir. Oyoq taglari mana taxta pol. Bu aqlli duxkonturniy kotyolni ataplinalari. Bu tarafimizda yana bitta mana kattalar uchun mo'ljallangan spanniy qilib besalang ham bo'ladi. Bu tarafimizda mana sanuzeli joylashgan. Sanuzel qismi remontlari cho'tki holatda, kafellar bosilgan. Bu tarafimizda mana endi oshxonamiz. Oshxona kuxnalari qo'yilmagan, o'zidan qo'yib olasizlar. Plitkalari bosib qo'yilgan. Bu yerda mana duxkonturniy aqlli kotyoli bor. Ko'rib turibsizlar. Remontlari juda ham chiroyli holatda. Eng qizig'i, bu uyimizda podval qismi ham bor. Podval qismi ham patkulch qilib berilgan ekan, yashashga tayyor. Shunday kirib yashaydigan. Lokatsiyani ham tashqaridan ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana podvalda detskiy qilib bersalar ham bolalar xotirjam maza qilib damda olishaveradi. Remontlari juda ham zo'r, neoklassikka qilingan. Bu tarafda mana yana sanuzel joylashgan. Hojatxonasi ham bor albatta. Aristonlari bor. Remontlar ko'rib turganlaringda yashashga tayyor. Podval qismi ham общий 190 kvadrat. Narxini sizlarga Farg'ona uy-joy. Bu birinchi 106 ming dollar qo'yilgan ekan. Hozir 92 ming dollarga baraka qilib yuboraman deyaptilar. Bo'lishi. Telefon qilsalar ham balki tushunib berarlar. Remontlari mana chotki holatda. Abo'ylari ham atachenta eng yaxshi so'nggisidan bosilgan ekan. Telefon qilib baraka qilishlaring mumkin. Men tashqaridan lokatsiyani tushuntirib o'taman. Lokatsiyasi ham juda ham zo'r joyda. Novostroyga kvartiramiz tashqaridan ko'rinishi mana travertinlar qilib qo'yilgan. To'liq lokatsiyamiz Farg'ona shahar Ramizda ro'parasida mana Ramizmetda mana shu birinchi etaj. Egalarning raqamini qo'yib qo'yapmiz. Bemalol telefon qilib baraka qilishlaring mumkin. Farg'ona joyi shunaqa zo'r joylar topishda davom etadi.